uyimga kim kelsa shuni aytar. Qarang, bitta dog' qolyaptimi? Shkaflaringizda, xolodilniklaringizda, oshxona mebellaringizda hech qanaqa iz qolmaydi 1 oygacha. Qarang, qilayotgan ishingiz. Bitta ko'zga ko'rinayotgan nuqta qadar olasiz. Bebek shampuni bo'lishi kerak. Endi shuni oynalaringizga bolalar teginib tashlaydi ko'pincha. Qarang, dog' bormi? Hech qanaqa dog' qolmaydi. Teginsangiz ham dog' qolmaydi, qizlar. Bitta shu bilan artib olasiz. Namroq bo'lishi kerak, suvli bo'lmasligi kerak, qizlar. Bitta shu bilan artib oldingizmi? Tamom. Hech qanaqa dog' ham qolmaydi, changlarni ham o'ziga oladi, hech narsa qolmaydi. Buni bir sinab ko'ring. Kelasiz, Nazirajon rahmat, to'g'ri aytibsan deb aytasiz. Chunki buni o'rganganimdan beri ya uyimda bitta chang bo'ladi, ya bitta dog' bo'ladi. 1 oyga yetadi bu artganingiz, qizlar. Mana endi ushlab ko'ring. Qara, dog' qolyaptimi? Ko'rinyaptimi yo'qmi mana? Bitta ham dog' ham qolmaydi. Sizga kerak bo'ladi bitta namli salfetka va bebek shampuni. Bolalaringiz qancha teginsa hech qanaqa dog' qolmaydi, qizlar. Ko'ryapsizmi? Bu foydali bilgini yaqinlaringizga yuborib qo'ying.